Assalomu alaykum aziz do'stlar, Sanur kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimiz bizning 51-dars. Mavzuyimiz qarama-qarshi harakat. 39-betni ochsangiz, u yerda bizda 8 va 9 vazifalarimiz bor. Biz bularni birgalikda bajarib ko'ramiz. Qani ketdik. 8 vazifamizni o'qiymiz. Tasdiqlarni tekshiring. Bizda 4 tasi bor ekan. Bular A, B, D va Y. Birinchisi 607 ko'paytirilgan 21 plus 14 ifodaning qiymati bilan 289 soni yig'indisini 13050 ga teng. Shuni biz tasdiqlab berishimiz kerak ekan. Xo'p, yozamiz. A deb qo'yaman. Asta yozamiz 607 ko'paytirilgan 21 ga plus 14 ifodaning qiymati bilan 280 sonni yig'indisi. Demak, mana buni javobini deyapti. Qo'shing 289 ga deyapti va chiqqan javobi 13050 ga tengmi deb bizdan so'rashyapti. Biz buni isbotlab berishimiz kerak. Tengmi yoki yo'qmi? Demak, birinchisi bu yerda bizda ko'paytirish 1 bo'ladi, plus keyin oxirida ham bitta plus qilib olamiz. Javobida 13050 chiqishi kerak. Yozamiz. 1 deb qo'yaman. 607 ko'paytirilgan 21 ga 1 kara 7miz 7, 1 kara 0miz 0, 1 kara 6miz 6. Endi 2 ga ko'paytiramiz. 2 kara 7miz 14, to'g'rini yozib 1ni eslab qolamiz. 2 kara 0miz 0, 1imizni qo'shsak 1 bo'ladi va oxirida 6 kara 2miz 12 bo'ladi. Endi hammasini hisoblaymiz. Tevamizdan 7miz tushib ketadi. 0 plus 4imiz 4, 6 plus 1imiz 7 va 12 sonimiz o'zi tushadi. Yeni javobi bizda 12747. Ikkinchisi, hozir chiqqan javobimizni qo'sharkanmiz 14 ga. Shunda 4 plus 7imiz 11, 1ni yozib 1ni eslab qolamiz. 4 plus 1imiz 5, tagidagi 1ni qo'shsak 6 bo'ladi va 127 sonimiz tevadan tushib keladi. Ya'ni javobi bizda 12761. Xo'p, bu bizda ikkinchisi bo'ldi. Uchinchisi oxirgisi. Yozamiz. Hozirga chiqqan javobni, ya'ni 12761 ni qo'sharkanmiz 289 ga. Shuni hisoblaymiz. 1 plus 9imiz bizda 10 ni beradi. Shundan 0 ni yozib 1ni eslab qolamiz. 6 plus 8imiz 14, 1imizni qo'shsak 15 bo'ladi. 5ni yozib yana 1ni eslab qolamiz. 7 plus 2imiz 9, tagidagi 1ni qo'shsak 10 bo'ladi. 0 ni yozib 1ni eslab qolamiz. 2 ga 1 qo'shsak 3, devamizdan bitta sonimiz tushib keladi, ya'ni 13050. Bizdan so'rashyapti. Bu 13050 13050 ga tengmi? Ha. Ikkalasi bizda teng bo'ldi. Demak, birinchi shunaqamiz bizda to'g'ri berilgan. Bilsangiz, bizda hamma darslarimiz YouTube'da chiqmayotgan, sababi biz alohida Telegram kanal tashkil qilganmiz. Telegram kanalimizning nomi Sanur Maktab. Biz u yerda matematika, ona tili, ingliz tili, rus tili kitobi, rus tili daftaridan barcha uy vazifalarni qilayotganmiz. Siz uy vazifalarini o'z vaqtida olmoqchi bo'lsangiz, Sanur Maktab kanalimizga obuna bo'ling va 24-noyabrdan boshlab turib, dekabr oyiga qabulimiz boshlanadi. Kanalimizning nomi Sanur Maktab. 24-noyabrni kuting va dekabr oyiga obuna bo'ling. Ikkinchisini ishlaymiz, ya'ni B'si. Xo'p, mana bu yerga B deb qo'yaman. Ko'ramiz. B'sda nima qilar ekanmiz? B'sda 63045 bo'lingan 15 ga minus 2156 ifodaning qiymati bilan 1078 soni ayirmasi 1000 dan kichik. Xo'p, shuni yozar ekanmiz. Keling yozib olamiz. 63045 midi? Ha, 63045 bo'lingan 15 ga minus 2156. Shu qiymatni nima qilar ekanmiz? 1078 soni ayirma deyapti. Ayirma degani minus qil deyapti bizga. Minus 1078. Oxirida aytyapti, son ayirmasi 1000 dan kichik. Demak, mana bu sonimizning javobi 1000 dan kichik bo'lishi kerak. Ya'ni mana 1000 sonimizdan kichik. Rostmi yoki yolg'onmi? Shuni tekshirib ko'ramiz. Demak, birinchi o'rinda biz bu yerda bo'lar ekanmiz, minus qilamiz, oxirida ikkinchi minusimiz bo'ladi. Yozamiz. Birinchisi 63045 bo'lingan 15 ga
doim aytib o'tganmiz, ya'ni hisoblayotganda iloji boricha videoroliklarni pauzaga bosib, o'zingiz hisoblab ko'ring deb. Har bitta dars shu gapni gapiraman, esingizdan chiqib qolmasin, o'zingiz ishlashga harakat qiling. Chunki asosiy maqsadimiz bu yerda matematikani uy vazifasini bajarish emas, matematikani o'rganish. Hop, mana ishlab ketaveraman. 63 dan bu yerdan oladigan bo'lsak, biz 15 imizni 4 ga ko'paytirib ko'ramiz. Shunda 4 kare 5 imiz 20 bo'ladi. Ya'ni 0 ni yozib, ikkisini eslab qolamiz. 4 kare 1 imiz 4, tagidagi 2 ni qo'shsak 6 bo'ladi. Ya'ni 63 minus 60 3 ni beradi. Devamizdan keyingi sonimiz tushadi, ya'ni 0. 0imiz tevadan tushdi. Endi 30 ni biz 15 ga bo'lsak, 15 ni 2 ga ko'paytirib olishimiz kerak. 2 kare 5 imiz 10, 0 ni yozib 1 ni eslab qolaman. 2 kare 1 imiz 2, tagidagi 1 ni qo'shsak 3 bo'ladi. Ya'ni 30 minus 30 bizda 0 ni beradi. Devamizdan bitta sonimiz tushib keladi, ya'ni 4. E'tibor bering, biz bitta sonni tushirdik tevadan, lekin 4 imiz 15 ga bo'linmaydi. Bu degan yana bitta son tushiramiz. Bu 5 imiz ham tushib kelishi kerak tevadan. 45 tushdi. Endi hamma ikkita sonimiz ham tushdi. Ikkita son birdaniga tushganligi uchun biz oldin mana bu yerga 0 ni beramiz va endi 15 ni yana ko'paytirib ko'rishimiz kerak. 15 ni 3 ga ko'paytirsak bo'ladi. Qarang. 3 kare 5 imiz bizda 15. 5 ni yozib 1 ni eslab qolaman. 3 kare 1 imiz 3. Tagidagi 1 qo'shsak 4 bo'ladi. Ya'ni 45 minus 45 imiz 0. Demak, birinchisining javobi bizda 4203. Ikkinchisida yozaman. Hozir chiqqan javobni, ya'ni 4203 dan minus 2156 qilar ekanmiz. Hisoblaymiz. Hisoblaganda 3 dan minus 6 qilib bo'lmaydi. Shunga mana bu 2 dan qarz olib turamiz. Qarz berganda bu sonimiz mana bu 3 ga 10 ni beradi. Lekin mana bu 0imizga 9 da faqat. Shunday hisoblaymiz. 3 ga 10 ni bersa 13 bo'ldi. 13 minus 6 imiz 7. 0imiz 9 bo'lib qolgan. 9 minus 5 imiz 4. 2 o'zi qarz berganligi uchun 1 bo'lgan. 1 minus 1 imiz 0 va oxirida 4 minus 2 imiz 2 ni beradi. Ya'ni javobi bizda 2047. Oxirgisi bizda 2047 minus 1078. Hisoblaymiz. Ya'ni 7 minus 8 qilib bo'lmaydi, chunki yonida turgan sondan qarz olib turamiz. Shunda 4imiz bizga 7 ga 10 ni beradi. Bu yerda 17 bo'ldi. 17 minus 8 imiz 9. To'g'ri, qarz berganligi uchun o'zi 3 bo'lib qoldi, lekin 3 minus 7 qilib bo'lmaydi. Bu degani boshidagi 2 dan qarz olamiz va 2 imiz mana bu yerga 10 ni qo'shadi, bu yerga esa 9 ni. Xo'p, 3 ga 10 ni qo'shsak 13. 13 minus 7 imiz bizda 6 bo'ladi. Mana bu yerdagi 0 imiz 9 bo'lib qolgan. 9 minus 0 9 va mana bu yerdagi 2 imiz qarz berganligi uchun o'zi 1 bo'lgan. 1 minus 1 imiz 0. 0 ni yozmasak bo'ladi. Demak, bizning javobimiz 969 bo'libdi. Ya'ni, xo'p, qanday qilib yozsak bo'larki? Tagiga yozib qo'yam javobini. Ya'ni 969 imiz, mayli ko'plar yozib qo'yaray. 969 imiz rostdan ham kichikroq 1000 sonimizdan. Mana buni hammasini javobi 969 chiqdi. Shunga mana bunaqamiz ifodamiz to'g'ri ekan. Xo'p, B-sini ishladik. Endi D-siga o'tamiz. D-sda nima qilar ekanmiz? D-sdan bizdan so'rashyapti. 10 gacha bo'lgan barcha juft sonlar ko'paytmasi 1000 dan katta. 10 gacha bo'lgan. Xo'p, 10 sonimiz ham kirsa kerak, a? Tasavvur qiling. Bizda juft sonlarimiz qanaqa sonlar? Juft sonlar 2 ga bo'linadigan sonlarimiz. Ana 0 dan 10 gacha hisoblang. Qanaqa sonlar 2 ga bo'linadi? Bular. D'da qarang. 2, 4, 6, 8 va 10 sonlarimiz hammasi 2 ga bo'linadi. Mana 10 gacha yetib keldik. 10 ni ham hisoblayapmiz bu yerda. Bizda aytishyaptiki, mana bu sonlarni ko'paytmasi, ko'paytmasi 1000 dan katta deyapti. Ya'ni ko'paytirishimiz kerak ekan hamma bu sonlarni bir-biriga va buni javobi kattaroq 1000 dan deb bizdan so'rashyapti. Shuni biz hisoblaymiz. Bu yerda ham tartibimiz bor. Qarang, 1, 2,
4 bo'lyapti. Har bittasini ko'rar ekanmiz. Qarang. 2 kara 1imiz, 2 kara 4imiz bizda 2 kara 4 mana yozib ketaveray. 8 ga teng. Xo'p, 8 kara 6imiz endi 48 ga teng. Biz sizlar bilan hozir mana 2 ga ko'paytirdik 4 ni, 6 ga ham ko'paytirdik, endi 8 ga ko'paytirishimiz kerak. 48 ni ko'paytirilgan 8 ga buni hisoblaymiz. 8 kara 8imiz 64. 4 ni yozib 6 ni eslab qolamiz. 8 kara 4imiz 32. 6 mizni qo'shsak 38 bo'ladi. Endi oxirgisi 384 ni ko'paytirsak 10 ga 3840 bo'ladi. Bizning demak javobimiz rostdan ham 3840 kattaroq 1000 sonimizdan. Yana eslatib o'taman, biz bu yerda 10 sonimizni ham ko'paytirib oldik. Agar mana bu oxirgi 10 ga ko'paytirmaganimizda javobi bizda 384 bo'lardi va 384 mingdan kichikroq son bo'lardi. Lekin biz 10 ga ko'paytirdik. Chunki bu yerda yozilmagan 10 ni hisoblamang deb berilmagan. Shunga 10 ni ham ko'paytirib ketdik. Oxirgisi bizda qolyapti. 10 gacha bo'lgan barcha sonlar yig'indisi 5 ga karalik. Xo'p, bu yerga e deb qo'yaman. Qaniydi, mana bu yerga e deymiz va hisoblaymiz. 10 gacha bo'lgan barcha sonlar yig'indisi. Bu degani 0 dan 10 gacha. 0 yozmasak ham bo'ladi. Qarang. 1 plus 2 10 gacha boramiz, plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus ko'paytirib boryapman. Plus 9 va plus 10 imiz. Mana bu hammasini javobi deyapti. 5 ga karalikmi deb so'rayapti. Karalikmi degani 5 ga bo'linadimi deyapti bizda. Bu yerda javobini ko'rishimiz kerak. Demak, hammasini keyin hisoblab chiqamiz. Kallamizni ham hisoblasak bo'ladi. Qarang, 1 plus 2 imiz bizda 3 ni beradi. 3 plus 3 imiz bizda 6. 6 plus 4 imiz 10. 10 plus 5 15. 15 plus 6 21. 21 plus 7 28. 28 plus 8 imiz. Xo'sh, 36. 36 plus 9 imiz 45 va 45 plus 10 imiz 55. Demak, biz hisoblashimiz kerak ekan. 55 son 5 ga bo'linadimi? Pastda hisoblab ko'ramiz. Bo'linsa kerak, ikkalasi ham 5 bo'lib turibdi. Keling, mayli hisoblab ko'raylik. 55 bo'lingan 5 ga 1 dan oladigan bo'lsak, 5 kara 1 imiz 5, 5 minus 5 imiz 0. Keyingi sonimiz tushadi 5. Yana 1 dan olamiz. 1 kara 5 imiz 5. Demak 0. Javobi bizda 11. Demak, 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlarimiz hammasi 5 ga bo'linar ekan. Yana eslatib o'taman, bu yerda ikkita tarafda D da 10 gacha deb bergan. Biz 10 ni ham hisobga oldik. Mabodo o'qituvchingiz sizni mana bu yerda 10 ga ko'paytirmaysan deydigan bo'lsa, mabodo mana shu joylarda siz tushuntirib berasizki, kitobda yozilmagan 10 ni hisoblamaysiz deb. Shunga biz 10 ni ham olganmiz. Darsimiz yoqayotgan bo'lsa, sizdan bitta like, kanalimizga qo'shiling. Biz esa 9-vazifaga o'tamiz. 9-vazifamizni o'qiymiz. Orasidagi masofa 70 km bo'lgan ikki shahardan qarama-qarshi yo'nalishda ikkita poyezd yo'lga chiqdi. Poyezdlardan biri 43 km/soatiga tezlikda, ikkinchisi esa 27 km tezlikda harakatlanmoqda. Agar poyezdlar shunday tezlikda harakatlanishni davom etsa, 6 soatdan keyin ular orasidagi masofa qanday bo'ladi? Keling, bitta sxemamizni chizib olamiz. Bizda shunda tushunish osonroq bo'ladi. Demak, bizda ikkita poyezdimiz bor ekan. Shuni chizamiz. Xo'p, chizmani qanday qilib chizsak bo'larkin, tushunarliroq bo'lish uchun. Taxminamizda ko'rinish shunaqa bo'ladi. Bizda ikkita poyezdimiz 70 km bo'lgan masofadan qarama-qarshi yo'nalishga chiqib ketyapti ekan. Demak, poyezdlarni orasidagi masofa 70 km ekan. Mana bu yerdan va mana bu yer deylik, taxminan ko'ramiz. Xo'p, bittasi bizda bu tarafga ketyapti poyezdimizni, ikkinchisi esa bu tarafga chiqib ketyapti. Bittasini tezligi 43 km ekan. Mana bu yerda birinchi naqamiz poyezdimizni tezligi 43 km/soatiga.
Buniki esa 27 kilometr ekan. Ya'ni ikkinchi poyezdimizning tezligi V2 deb qo'yamiz yozayotganda. 27 kilometr soatiga. Mana bu bo'lgan masofa, mana bu masofasi. Mana bu masofa bizda, qani chiroyliroq qilaylikchi. 70 kilometr ekan. Boshida o'zi 70 kilometr anaqa bilan farq bilan boshlanyapti tezligi. Masofasi. Xo'p, mana bu yerga nuqtani qo'yib qo'yamiz. Bu yerdan chiqib ketayotgan poyezdimiz, bu yerdan esa bundoq chiqib ketyapti. Bizdan so'rashyapti, 6 soatdan keyin ularni orasidagi masofa qanday bo'ladi? Masalan, mana birinchi poyezdimizga e'tibor beradigan bo'lsangiz, tasavvur qiling, mana 1 soatdan keyin mana bu yerda 43, yana mana bu yerda 43, yana 43, 43, 4 soat bo'ldimi? 43. Yana ozgina qo'shib qo'ysam, qani edi? Tekislanarmiki? Tekislanmadi. Xo'p, tekislanroq qilaylikchi. Qani tekislanarmiki? Tekislandi. Oxirisida mana yana bitta 43 yurib qo'ydi. Har bir yurishi 1 soatdan keyin 43 kilometrdan bosib ketyapti. 43, 43, 43 va 43. Ikkinchi poyezdimiz ham 6 soat yuryapti. Demak, mana bu yerda u 27 yurdi, yana 27 yurdi, 27, 27, 27 va 27. U ham 27 kilometrdan 6 soat to'xtamasdan yuryapti. Bizdan so'rashyapti, mana endi masofasi 6 soatdan keyin ikkita poyezdlarni mana bu yerdan boshlab turib, qani edi? Mana bu yerdan boshlab turib, mana bu yergacha bo'lgan masofa qanday ekan deyishyapti. Biz buni topib olishimiz kerak bo'ladi. Bilsangiz, bizda hamma darslarimiz YouTube'da chiqmayotgan, sababi biz alohida Telegram kanal tashkil qilganmiz. Telegram kanalimizning nomi Sanur Maktab. Biz u yerda matematika, ona tili, ingliz tili, rus tili kitobi, rus tili daftaridan barcha uy vazifalarni qilayotganmiz. Siz uy vazifalarini o'z vaqtida olmoqchi bo'lsangiz, Sanur Maktab kanalimizga obuna bo'ling va 24-noyabrdan boshlab turib, dekabr oyiga qabulimiz boshlanadi. Kanalimizning nomi Sanur Maktab. 24-noyabrni kuting va dekabr oyiga obuna bo'ling. Tagiga keling, yozma ravishda ham qo'yib qo'yamiz. Ya'ni birinchi poyezdimizning tezligi 43 kilometr soatiga ekan. Ikkinchisiniki esa, ya'ni V2 deymiz, V degani bu tezligimizni ko'rsatyapmiz. 27 kilometr ekan. Bizdan so'rashyaptiki, 6 soatdan keyin masofasi qancha bo'ladi deb. Biz sizlar bilan formulani bilamiz, qanday qilib masofani topishni. Qani edi? O'zi 70 kilometrni qablan boshlashyapti. Bular keling, men TV'siga yozib ham qo'yaman. Bularning masofasi, ya'ni hozirgi masofasi, oldindan bo'lgan masofasi, buni hozirgi bo'layotgan masofasi S birimiz 70 kilometrga teng. Boshdagi masofani farqi. Biz bilamizki, tezlikni ikkita umumiy tezligini topish uchun, V ni topishimiz uchun formulamiz bor. Bu V1 ni qo'shib olishimiz kerak V2 ga. Keyin biz umumiy S topishimiz uchun biz sizlar bilan V'imizni ko'paytirib olishimiz T ga. Endi ko'ramiz. Qarang, nima qilamiz. Birinchi o'rinda biz birinchi formulamizni ishlatadigan bo'lsak, bu bizda V barobar V1 plus V2, ya'ni oddiyroq qilib gapirganda 43 kilometrimizni 27 ga qo'shib olamiz. 43 qo'shilgan 27 ga. Umumiy tezligini o'shani topib olamiz. 3 plus 7 imiz 0, ya'ni 10, 0 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. 4 plus 2 imiz 6, dagi 1 qo'shsak 7 bo'ladi. Demak, umumiy tezligimiz ikkalasini ham birgalikda olganda 70 kilometr soatiga ular ketishyapti ekan. Har soatda 70 dan yurar ekan. Ikkinchisi bizda endi biz mana bu formulamizni ishlatamiz. Ya'ni u hozirgi masofasini topish uchun V ni T ga ko'paytirib olamiz. V bizda 70 ga teng, T imiz esa 6 ga. Ya'ni 70 kara 6. Buni kallamizda ham hisoblasak bo'ladi. Qarang. 7 kara 6 imiz 42. Mana bu yerdagi 0 ni oxiriga qo'shib qo'yamiz. Ya'ni masofasi ularni 420 kilometrga oshib borar ekan, lekin ular o'zi 70 kilometr farqi bilan boshlagan. Oxirgi bizning vazifamiz 420 ni
70 ga qo'shib qo'yish. O'shanda hammasi bo'lib biz topib olamiz, ha? Mana bu joyimiz esdan chiqib qolmasligi kerak. Xo'p, 0 plus 0 imiz 0, 2 plus 7 imiz 9 va tevamizdan 4 imiz tushsa 490 kilometr bo'larkan. Bu bizni hatto javobimiz bo'lyapti. Javob deyman. 490 kilometr ularni orasidagi masofa bo'larkan 6 soatdan keyin. Sizning vazifangiz endi mana bu biz chizgan sxemani chizib olish va chiroyli qilib daftarga ko'chirib olish. Shu bilan bugungi vazifamiz tugaydi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr.